So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek san'atkorlari tez-tez firibgarlar qurboni bo'lib qolayotganligi haqida xabarlar tarqalmoqda. Bugungi video roligimizda ana shunday holatlar haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. So'nggi va eng shov-shuvli xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosing, albatta kanalimizga ham obuna bo'ling. O'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Xonanda Dilfuza Ismoilova 2025-yil boshida gapdoshi sitrus mevalar savdosi bilan shug'ullanadigan ayol tomonidan $80,000 ga chuv tushgandi. Firibgarlikda ayblanayotgan ayol avvaliga xonadonning gapiga qo'shilgan, uning ishonchiga kirgan va chetdan sitrus meva olib kelib ushbu mevalar savdosi bilan shug'ullanishini, bu biznesda yaxshi daromad topishini aytgan. Uning gapiga kirgan Dilfuza Ismoilova uning biznesiga sherik bo'lish maqsadida pul tikkan. Natijada $80,000 ni yo'qotgan. Firibgarlik qurboniga uchragan. Xonanda sal qolsa $80,000 emas, balki $200,000 ga chuv tushishi mumkinligini, ammo bunday bo'lmaganligini aytdi. O'zim va o'g'lim ikkalamiz $200,000 ga chuv tushishimizga ozgina qoldi deydi xonanda. Shundan so'ng sud hukmi bilan xonandani aldagan ayol Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi juda ko'p miqdorda firibgarlik va 228-moddasi hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish va ulardan foydalanish. 2-qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilgan. Unga nisbatan 6 yil 4 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan edi. Hurmatli tomoshabinlar, show biznes olamida bo'layotgan eng so'nggi va qiziqarli dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Biz sizlar uchun eng so'nggi xabarlarni yetkazishda davom etamiz.